Kamligini qo'y dunyo, nomini aytsang jim bo'lgan. Buxorini aytsang bas, Navoiyni aytsang bas, jadidlarni qoni manda, hali Xorazmiyni aytsang bas. Men o'zbekman, men o'zbek, otam o'zbek, men o'zbek, sanab bersam ajdodlarim dunyolarga teng o'zbek. Men o'zbekman, men o'zbek, onam o'zbek, men o'zbek, sanab bersam ajdodlarim dunyolarga teng o'zbek. Assalomu alaykum Miron. Sizni ko'rganimizda xursandmiz. Hozir Instagramda aylanayotgan o'sha 2-3 kundagi videolar haqida o'zingiz fikringizni aytsangiz so'rayka o'z. Xo'p, o'zimni fikrimga keladigan bo'lsak, Odilxon ikkita bala bilan oldiga menga vizit tashadi. Vazifaga o'zimni atvetimni berdim. Ya'ni u meni ko'rib chiqib, o'rganib chiqib, что yelkasi meni og'ir veslarni ko'tara olmasligini bilib turib, Sardor degan, Sanjar degan bala Shahzodga, Goldga, Saturnga, ya'ni Odilxonga vizit tashabdi. Uni ko'rdi-yu, men profilimga kirib turib pashshat qilganmi, meni o'rganib chiqqanmi, meni отказ qilib turib, sразу unga sakrab ketyapti. Gold aytdiki, что meni o'rnim emas, men sen bilan urushmay, kerak bo'lsa pullaringni ham yo o'zingga problem yaratib qo'yishim ham mumkin dedi. Xullas, gapni ochig'i, bari bayslarga emas, mana PR qilib, o'zini Instagramini ko'tarmoqchi bo'lib, yo oktagonga chiqib urushmoqchi bo'lgan, bays bo'lmoqchi bo'lgan blogerlarga. Mana qaranglar. Menga kelib turib og'ir mehnatni qilinglar, zalda terlanglar, zalni qadrini, qiyinchiligini bilib turib, keyin bir odamga vizit tashlanglar. U endi ikkita sportsmen bir-biriga tashsa yarashaveradi, chunki ular hayotini tikib olgan, umrini tikib olgan zalga. Ular shu gap. Ular bilan jang bo'lishi ham mumkinmi? Ular bilan, ya'ni Odilxon bilan-da, to'g'rimi? Yoki Samandar yoki Odilxon. Samandar, meni o'rvenim emas deb hisoblayman. Odilxon ham menga Odilxonni prosta qilgan qilig'i yoqmadi. Erkakka o'xshab chiroyli turib gapirib, ularning oldida turib bergan bo'lsa ham, chiroyli gapirib turganda ham bo'lardi. Lekin Hezalakka o'xshab qiringilab kulib turgani uchun menga uni deyстволari yoqmadi. Men undan prosta so'ramoqchiman. O'sha qilgan qilig'ingni deyствоingni prosta menga tushuntirib ber, nima uchun bunday qilyapsan? Tamam. Uning 3-chi raund, 2-daqiqasi 27-soniyasida sekundantning jangni davom ettirmasligi sababli g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Hasanjon Bestrashniy Lev Kakanda. Jam o'zbegim, meni millatim, donishmand deb xonam. Bu yerlarni kezdib olib xarobatlar. Mening mashoyixlar, Ibn Sino to'g'rilarim, Hazrati Naqshband, darajada ulug'lar, balogardonlar. Beradi bu ilm sirlarini bilishni istar hamon bu inson. Hozirgi kunda hamdoq ayon bardamon. Endi ana o'zbeklar bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Bayon, to'g'ri samarqandim bu Мастер спорта международного класса по ММА является чемпион Айтбаза Тошкент. Профессиональный рейкер. Дебютант. Поприветствуем Джамшед Талаев.
Texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Jamshid Demayev. 3-daqiqa 50-soniyada texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Zafar Golden Boy Rachidov, O'zbekiston. Assotsiatsiya rahbarlariga, musobaqasiga rahmat, birinchi o'yinda Xudoga shukr rahmat, mana menga kart berdi. Men o'zi Dmitriydan chiqqanman. Shu akalarimiz bilan mana bugun vaqt ketdi. Shu akalarimiz rahmat, Xudo xolisa. Yani yosh chempionlar chiqsin, O'zbekistonni hayron klublarga ko'tarsin. Keyingi Atay musobaqalarida Xudo xolisa hammasiga qatnashamiz. Atay qahramonimiz Xudo xolisa O'zbekistonning yangi chempionlar chiqaramiz. Hakamga rahmat, Hasan aka Ergash. Andijondan barcha hamma yordam berganlarga rahmat, yaqindan Sarin partnyorlarim. Yaxshi katta rahmat aytaman Million Sportga, aka. Barcha Andijonda trenerlarga rahmat, Farruq aka, Ustam aka, fizический подготовка yordam beradi menga. Hammaga rahmat, Xudo xolisa yanada chiroyli g'alabalarga erishamiz. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor O'zbekiston promotorlaridan biri Muhammadjon menejer hozir O'zbekiston ATV 21-turnirda chetdan 5 ta ba'zi sportchilar o'tgan, shulardan bir donasi g'alaba bo'lgan yoki 4tasi mag'lubiyatga uchradi. Lekin shu sportchilar va ATV 21-turnir haqida o'z fikringizni bildirib aytsangiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Meni ishim menejerlik. Ko'p odam aytish mumkin, o'zbekga qarshi boshqa millatni qo'yding. Meni iltimos to'g'ri tushunasizlar. Meni ishim promotorlik, menejerlik. Baytlar meni so'rashadi, bo'y beraman. Men asosiy ishlash joyim Turkiyani hamda Ozarbayjonda, Eronda, Pokistonda sportchilar bilan ishlayman. O'zbeklar bilan xudo xolasa mana ATFga rasmiy ishga kirdik. Xudo xolasa ATF bilan ham hamkorlikda Muzaffar akaga rahmat, ko'p imkoniyat berdilar. Xudo xolasa ATF bilan birgalikda katta yangiliklar qilamiz. Endi bu sportda kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Shu uchun bir lishniy gapni menimcha hojati yo'q. Yana borish. Rahmat katta rahmat sizga ham. Rahmat katta. Вы победы и одно поражение. Поприветствуем Эмиль Пантера Хусейна. Поприветствуем Зафар Golden Boy. Sol tuyda. Qizil burchak Zafar Golden. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Assalomu alaykum Mavlonbek. Sizni ATV 21da ko'rib turganimizdan xursandmiz. Oktagon ligada Dostonbek mutlaq chempion bo'ldi. Sizni qachon chempionlik jangini Oktagon ligada va kelajakda nima anaqalarni kutsak bo'ladi? Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa 6-iyul kuni Xuma arenada yoki Samarqandda bo'ladigan turnirda jang qilamiz inshaalloh. Hozircha sapernik beryapti.
Sayat Abduvalini beryapti. Shu bilan jang qilaman. Xudo xolasa menimcha chempionlik kamariga bo'lsa kerak. Xudo xolasa. Qo'lingiz travmasi bitdimi hozir? Ha, qo'lim operatsiya bo'lgan. Xudo xolasa qo'lim travmasi 100% sog'ayib ketdi. Xudo xolasa. Endi trenofiyalar qattiq 6-iyul kuni ko'rasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa Oktagon ligani yana bir bor chempionlik kamarini O'zbekistonda saqlab qolasiz degan umiddaman. Sizga omadlar tilab qolamiz. Xudo xolasa saqlab qolishga va'da beraman. Qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman inshaalloh. Rahmat sizga kattakon. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir ajoyib bir insonni ko'rib qoldik. O'zbek Habib nomi bilan tanilgan Ortiqov Kamron. Assalomu alaykum, yana bir bor. Assalomu alaykum. Ko'rganimizda xursandmiz. Yana bir sizga ajoyib bir savollarimiz bor edi, tayyorlab ko'rgandik. Shuni vaqtingizni ajratsangiz manfaatliroq bo'lar. Mana shu muxlislarimizdan kelayotgan savol, o'zingiz obunachilaringiz va o'zingiz muxlislaringizdan kelayotgan savollarni bu birinchi sizni jangingiz qachon va keyingi planlaringiz qanaqa? Shu haqida ozoq batafsilroq aytib bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa mana Buxoroga ATF turniriga yetib keldik. Bu turnirdagi o'zimizning akamiz Asilbek akam jang olib boradi. Shu akamizni qo'llab-quvvatlash uchun yetib keldik. Ustozimiz Donor akam bilan birga Xudo xolasa chiroyli g'alaba qiladi. Asilbek akamga ishonamiz. O'zimga keladigan bo'lsak, ancha tanaffus bo'ldi. Sapeniylar tashlamoqda. Ustozimiz Donor akam muzokara bo'lmoqda. Xudo xolasa yaqin yangilik bo'ladi. Chiroyli g'alabalar bilan xursand qilamiz, xudo xolasa. Bilamizki, o'sha Dubaydagi UzOver'da bir qancha katta ligalardan jang qilgan, One FC UzOver'da katta ligalarda jang qilib va o'zingizni rekordingiz ancha yaxshi. Keyingi ikkita g'alaba, ya'ni to'g'ri seriya bilan ketyapsiz, g'alaba seriya bilan. O'sha UzOver Dubaydagi jangingiz, ya'ni kamarga yaqinmi? Shu holatda aytib Xudo xolasa Warriors turnirida ikkita g'alabaga erishdik. Imkoniyatlar ancha yaxshi, xudo xolasa bu turnirda. Xudo xolasa kamarga jang bersa, xudo xolasa ayolimiz, xudo xolasa biz har doim tayyor bo'lganmiz. Rahmat. Ya'ni hozir Instagramda ya'ni o'sha ko'p video chiqayotgan, ya'ni vizit tashlayotgan sportchilar haqida bir-ikki og'iz fikringizni aytsangiz, o'zingiz fikringiz. Endi bu vizit tashlaganlar o'z yo'liga aka. Biz xudo xolasa mehnat qilib chiqmoqdamiz. Vizit tashlab, PR qilib, xudo xolasa bu narsadan uzoqdamiz. Ular o'z yo'liga, biz o'z yo'limizga. Allohga rahmat sizga ham. ATF 21-turnirga kelganingiz uchun. Xudo xolasa zo'r bo'ylar bo'ladi, tomosha qilinglar. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor va ATF 21-turnirda bir yana hamyurtimiz Asilbek Muhammadjonov Oktagonga chiqish kerak edi. Ma'lum sabablarga ko'ra jang atkaz bo'lgan ekan. Shu haqida bir og'iz aytib bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun ATF 21 turnirida bizning jangimiz bo'lishi kerak edi. Ma'lum sabablarga ko'ra sopernikimiz vazn me'yorlarini bajara olmadi. Shunga ko'ra biz jangimiz atkaz bo'ldi. Xudo xolasa keyingi turnirlarda chiroyli g'alabalar qilib hammani xursand qilamiz inshaalloh. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor va One MC'ning yorqin jangchilaridan biri hamyurtimiz Avazbek Xolmirzayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz ozroq vaqtingizni olamiz. Bir nechta savollar tayyorlab qo'ygandik. Birinchi savolimiz ko'p muxlislarimizdan, sizlar obunachilaringizdan kelgan savol. Bu keyingi jangingiz va qachon va o'zi yaqin orada jang qilgan edingiz va yana jang qabul qilgan deb eshitgan edik. O'sha haqida aytib bersangiz batafsil. Keyingi jang haqida to'g'risini aytsam, menejer ma'lumot bergan. Iyun 27-iyunlarga to'g'ri kelishi mumkin, xudo xolasa. Tez-tez jang o'tkazishimizning sababi tezroq kamarga yetish. Kamarga tezroq jang, xudo xolasa. Ham travmalarimiz yo'q, shuning uchun tezroq jang olishga qaror qilganmiz. Eshitishimizga qaraganda, ya'ni o'tgan hafta aprel oyida jang qilganingiz $100,000 kontrakt uchun iyun oyida xuddi shu kontrakt bo'yicha jang qilasizmi? Xudo xolasa, mana shu kontrakt bo'yicha jang, xudo xolasa. Kontrakt qo'lga kiritdik deb e'lon qilsam bo'ladi, bemalol. Nechta janglardan so'ng kamargacha borishingiz mumkin taxminan? Xudo xohlasa, mana shu bitta yoki ikkita jang qoldi. Bitta, ikkita, ko'p emas, bitta, ikkita. Chunki o'sha Valensiyada 7 ta jang o'tkazdik. Hammasi menimcha vaqtidan oldin yaxshi bo'ylab ko'rsatdik deb o'ylayman. Xudo xohlasa, oz qoldi kamarga. Hozir ATF 21-turnirda jamoadoshingiz Anvarov Hasan urushdi va hozir chiroyli g'alabaga erishdi va shu ATF 21-turnir va o'sha jamoadoshingiz haqida aytsangiz. ATF 21 turniriga
gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r, chiroyli. Yosh sportchilar uchun kattaroq joylarga ketish uchun yo'l dizayn bo'ladi. Ham jamoadoshim o'zim bunaqa hayajonda bo'lmaganman jamoadoshim uchun. Endi emotsiya boshqacha bo'ldi. Yaxshi, tabriklayman jamoadoshimni, g'alaba qozondi. Ishonchli g'alaba qozondi deb ayta olaman. Shu internetdagi mana shu shovqin ko'tarilayotgan mana shu yuz tashlayotgan sportchilar va shovqin solayotgan piarchilarga nima fikrdasiz? To'g'risini aytsam, unaqa shoumenlar unaqalarga qiziqishim yo'q to'g'risi. Ularga qiziqmayman ham to'g'risi, ko'rmayman ham to'g'risini aytsam. Yoshlarga maslahatim, mehnat qilinglar, mehnat bilan yetishasizlar hamma narsaga. Unaqa hayp deydimi, to'g'risi bir nima deya olmayman ularni. Ularning o'zlarining yo'nalishi boshqa, sportsmenlarning yo'nalishi boshqa deb o'ylayman. O'zimning fikrim lishniy. Alloh sizga kattakon rahmat vaqt ajratganingiz uchun. ATV 24 birinchi turnirga kelganingiz uchun ham rahmat. Omad sizlarga.